Penavloy deysizlar. Mana qaranglar mana. Mana shu Telegram yulduzi kanalini men Vohimachi kanalida bilardim va o'zim kuzatmasdim. Lekin mana shu kelib qolgan ma'lumotni ko'rib o'zim hayron qoldim. Haqiqatan biz ham shu ma'lumotni yetkazib berishga harakat qilamiz. Shu videoda ko'rayotgan blokingiz mana shu gipsda blok bo'ladi. Men haqiqatan qo'l ishini o'tiqsiz kirib ketyapti. Telegram yulduzi kanali ham to'g'ri ma'lumot beradi aka. Ko'pchilik bloklarning bir xil bo'ladi ekan. To'liq shunaqa ma'lumotlar qayerda bo'ladi? Siz mana profil aka, universal dekor profili. Biz xuddi shu mahsulotni ishlab chiqaramiz va farqlarini qotirib ko'rish, urib ko'rish, suv o'tkazish, issiq sovuq qancha provodlikda o'tadi, ular to'liq ma'lumotlarni mana shu profilda qo'ldan kelgancha berib borishga harakat qilamiz. Aka, men birovni mahsulotini yomonlamayman, lekin sizga ma'lumot yetkazib berish meni vazifam, chunki men shu soha egasiman. Aka, shu narsani o'zim ishlab chiqaraman. Aka, qarang, haqiqatan mana bu gipsa blok. Buni aka mana qo'limdan bunday otiqsam, kirib ketib ko'rasiz, bundan odamlar uy quryapti va keyin qolgan bloklarni yomonlayapti. Aka, bu gipsdan qilingan bo'lganligi uchun o'ziga suv tortadi va hech qanaqa narsa qotirish xususiyati yo'q. Mana aka, mana polistyrol blok ko'ryapsiz. Biz buni bir necha bor otib, test qilib ko'rsatib berganmiz. Buni sostavida polistyrol granulasi bo'lganligi uchun issiq suvni juda ham yaxshi ushlaydi. Elastikasi bor, narsa qotirsa bo'ladi. Bu bloklar o'ziga 60 dan ham ko'p suv shimganligi uchun mana shunday xususiyat keladi. Bundan hech nima yaramaydi. Lekin buni ko'ryapsiz, mana faqat usti qismini o'ziga, ya'ni atigi 6% suv tortgan, qolgan joyi umuman o'ziga suv tortmaydi. Aka, bilasiz, sementni mustahkamlik darajasi, ya'ni 40 yilgacha mustahkamlash boradi, 40 yildan keyin mo'rtlash boradi. Ya'ni mana shu bloklarimiz 80 yil turib berishini GOZ to'lmalarida isbotlab berilgan aka. Xullas aka, yana ham shunaqa ko'p foydali ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, videoga hozir like bosib qo'ying. Agar sizga ma'lumotlaringiz ma'qul kelgan bo'lsa, eng yaqin do'stiga tashlab qo'ying, chunki ular qurilish qilayotgan bo'lishi mumkin. Ularga manfaatli bo'ladi aka. Xullas, bizani ijtimoiy tarmoqlarda, YouTube'da, Instagramda kuzatib borsangiz, shu yerda sizga to'liq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Aka, yana ham ko'proq ma'lumotlar pastda profilda bor, o'tib ko'rsa bo'ladi. Eng asosiysi, sizni issiq sovuqni o'rayotganlarni yomon gomonda bo'lmang. Assalomu alaykum.